Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mohina opamga kelayotgan kommentariyalarni o'qiyapmiz. Birinchidan, o'zingizlar miyanglar ishlatsanglar bo'ladi odamlar. U yoqda qattan o'qi Sabrina Mohina opamning uyiga borib qolgan. Mohina opam indamasdan, xalqqa bildirmasdan oylar davomida u qizga yordam berib kelayotgan bo'lganlar. Keyin olingan biletlarni pulini ham men to'ladim deyotgan insonlarga biletlarni pulini ham Mohina opam to'lagan. Kuyib ketdi, dod deb strayat qilayotganlar diqqatiga. Pullarni Mohina opam to'laganlar. Kuyib ketgan biletni ham Mohina opam o'zi olganlar. Birovlarga olib bermagan. Ili Sabrinaga bileti kimdir olib bermadi yo'qdi. Keyin o'sha kuni uylarida bo'lgan. Sabrina Mohina opamning uyida bo'lgan. Mohina opamning uyida u qiz qo'rqqanidan Mohina opamdan umid qilib orqasiga qarotiga bekinib o'tirgan bo'lgan odamlar bilib bilmasa har balo deb u qizi puliga hech kim qarab qolmagan. O'zlarining narsalari o'zlariga yetadi. Yetgani uchun ham Mohina opamning uyida u qiz o'tiribdi. Nimaga 4 oy davomida oydan beri o'sha qizga uy bilan ta'minlab qo'yishmadi. Faqat yozi chizi qilishyapti. Nimaga ta'minlab qo'yishmadi? Bitovoy texnika bilan ta'minlash. Nima qiladi u bitovoy texnikani u qiz? Nima qiladi? U qizni oyog'ini ta'minlab beringlar. Oyog'ini sog'lom qizi invalid bilmagan edi. Qattan bilmaysizlar, qanaqasiga bilmaysizlar, bilib turgan. Hamma bo'layotgan jarayonni hamma bilgan o'sha joyda. Nima sababdan endi hamma o'zini bilmaganga olyapti? Hamma oppoq qolganlar yomon bo'lyapti. Nima sababdan tayyorga ayyor bo'lib kelib qoldi? Sizlar tayyorga ayyor bo'lib kelgansizlar, sizlar. Mohina opam tayyorga ayyor bo'lib kelmadi. Shuncha vaqtdan beri indamasdan ko'ngil uchun o'sha qiziga yordam berib yuruvdilar. Bir og'iz gapirmadilar. Bitta odamga internetga chiqarmadilar. Agar publikovat qilib, ochko ishlab, nimadir qilib olish, nimadir imet qilish niyati bo'lgani, davno qilib olgan bo'lardilar. Esinglar tursin. Sizlardan oldin yordam уже boshlangan. Nimaga aynan Jasmin уже qo'yishi boshlagandan keyin sizlar kelyapsizlar. Murojaat bilan Jasmin chiqdi. Xalqqa chiqqanidan keyin nimaga qolgan Mohina opamdan tashqari odamlar nimaga keyin svязga chiqyapsizlar? Chunki o'zingizlar ko'tinglarda o'zingizlar qo'rqdinglar. Поэтому yoptini boshladinglar. Jasminni agitatsiya qilishni boshlayapsizlar. Chunki sizlar kelib olib, unga rahmat dediring, bunga rahmat dediring deb Sabrinaga gap o'rgatgan sizlar, biz emas, ili Mohina opam emas. Indamasdan yordamni berib kelayotdik. Sizlarni shunaqa yordam berish niyatinglar bo'lganda, publikovat qilmasdan, hech qatga hech nima demasdan 4 oy oldin yordaminglarni bergan bo'lardinglar. O'sha qizni Tursiyaga davno jo'natgan bo'lardinglar. U qildik, bu qildik deb jamoatga gapirmadan, jamoatga gapirishni hamma biladi. Nima deb gap o'rgatganligicha bor bizda zapislari. Unaqa odam ustiga tuhmat qilmanglar. Indamay xo'p deb eshitib kelayotgan odamlar bu degani qo'rqoq degani emas, ili u bu narsa degani emas. Hammani tili bor bu dunyoda hozirgi kunda, hamma gapirishni biladi. Hayotimi? Sizlarda doказательство bo'lsa, bizda ham doказательствоlar bor. Hamma narsa bor. Ras shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa hamma aybni o'zingizlar qilib qo'ygan aybni boshqa odamlarga hali aytarsizlar, Sabrina o'zi tashagan geliktiga o'zini deb. Balki shunaqadir-sizlar. O'ylab balki shu qarorga kelarsizlar. Nima deb qo'rasizlar? Balki shu gapirayotgan gapinglar to'g'ridir. Ras shunaqa tayyorga ayyor bo'lish niyatinglar bo'lmagan ekan, 4 oy davomida sizlar qattiq deylar, Jasmin xalqni oyog'i ko'tarmaguncha va o'sha qiz Mohina opamning uyida yashab yurmagunicha sizlar qattiq deylar, odamlar qattiq deylar. Mana shu qo'sh tirnoq ichidagi biza yordam berdik degan odamlar qattiq deylar. Qattiq deylar. Sizlar aytingmi qattiq deylar. Sizlar o'zingizlarni ko'tinglarni yopib o'tdinglar, shu xolos. O'sha qizni og'zini yopib o'tdinglar. Yopti qilib yubormoqchi edinglar diyorlarni. Yopti qilmoqchi edinglar. Hech kimga hech nimani olib chiqmasdan, reputatsiyalarni o'ylagan holatda yopti qilmoqchi edinglar. Davay chestni gaplashamiz. Hamma rost gapni gapirsin unda. Kelib olib bu yoqda publikaga o'ynab, Mohina opam uyiga kelganda boshqa gaplarni gapirib, kecha kelib yugurib, nimani olib bering sug'uribdan qilmasdan oldin bilib olinglar. Kim nima deb ketgan, bu yoqqa kelib olib, nima qilgan, nimalar deyapti, nimalar bo'lyapti. Hattoki Jasmin qo'yayotgan videolar ham kesilgan. O'rtadagi gaplar hammasi qo'yilmagan. U qizdan foydalanayotgan Mohina opam emas, u qizdan foydalanayotgan insonlar sizlar. Sizlar o'zingizlarning reputatsiyangizga zarar yetkazmaslik uchun shu gaplarni gapiryapsizlar. Hattoki Jasminga ham gapirgansizlar.
u qiz o'zi mashinaga edi. Chunki kecha Jasmin storiesiga qo'ydi shu gapni gapirib. Ozoda opani gapiga o'zi ishonsam bo'lar ekan, shu Nilufar opaning gapiga ishonsam bo'lar ekan, ularning gapiga ishonsam bo'lar ekan. Bu qiz mashinada ekan, pul olib yo'q bo'lib qoldi. Chunki Jasminning ham yo'q aybi yo'q, chunki Jasmin bilmagan edi, u qiz больницада yotuvdi. Uxlab yotuvdi, mazasi bo'lmay, svязga chiqmagan edi Jasminga. Keyin u ham jahl ustida qo'yib yubordi. Sizlar naborot foydalanosizlar. Biz emas, ili mo'xina emas. Agar sizlar mana shunaqa mo'xinapani taratib qo'yadigan bo'lsanglar, biz ham jim turmaymiz. Biz ham gapiramiz. И также biz ham kerakli joyda kerakli kartalarni ochib qo'yamiz.